Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videoda siz yakka tadbirkor nafaqaxo'r va nogironligi mavjud bo'lsa, qancha soliq to'lashini bilib olasiz. Demak, videomizni oxirigacha ko'ring. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Demak, yoshga doir pensiya oluvchi hunarmandchilik uyushmasi a'zosi bo'lsa, ijtimoiy soliqni umuman to'lamaydi. Agar bir oyda misol uchun 10 million aylanma oshirgan bo'lsa, 1% gina aylanmadan olinadigan soliq, ya'ni 100 ming so'm soliq to'laydi xolos. Qolgan pensionerlar hamda birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 50%, ya'ni 412 mingning 50%, 206 ming so'm ijtimoiy soliq to'laydi. Shu bilan birgalikda, agar bular ham 10 million aylanma amalga oshirgan bo'lsa, 100 ming so'm soliq to'laydi. Bularning soliq uchun xarajatlari 306 ming so'm bo'ladi. Ushbu imtiyoz haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda imtiyoz so'zini yozib qoldiring.